Assalomu alaykum qadrli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar azizlar. Yana biz Norin mashina bozoridamiz. Bugun savdo juda ham yaxshi, mashinalar mana ko'payib ham qopti. Savdo bo'lyapti, xudo xolasa savdolar ancha yurib qopti. Bugungi roligimizda xudo xolasa Matiz narxlari va Jiguli narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Albatta roligimiz juda ham ajoyib chiqqan. Bittadan laykni ayamasdan bosib qo'yasizlar. Mana shu laykningiz orqali video keng tarqaladi. Albatta sizlardan layk, bizdan chiroyli mehnat. Xudo xolasa birma-bir obzor qilib o'tamiz. Mana okalar navbatdagi Matiz avtomashinamiz. Oka, yilinchydi mashinamiz 2012. 2012 kraskasi Top-toza. Top-toza. Joyda petno bor xolos. Petno bor, ha? Ichiga o'tmagan, ha? Yo'q. Ha. Kichkina. Bu best. Bu katta motordan ekan, ha? 4 porshinlimi? Xo'p. Petnos qayerda aka? Oldi kril bilan bagajchi oldi. Ha, strashniy unaqa emas, ha, u. Yo'q, chizilgan. Ajrab turgan joyi, ha, bu, ha? Aha. Oka, oldin ochaverasiz. Mashinamizni balonlari o'rta holatda ekan, kalpak diskalar bilan. Xo'p. Oka, buni hujjatlarda muammosi yo'qmi? Muammosi yo'q. Motori yaxshimi? Motor yaxshi. Moy yemaydi. Hadovoychi. Hadovoy ham yaxshi holatda, konditsioner yo'q ekan, ha? Gaz o'rnagan mashinamizga rul gidralikami? Gidralika rul, ha? Best variantdagi Matiz mashinamiz. Shumka emas ekan, ha, aka? Obshivkalar yaxshi holatda, elektronik oyna ko'targichlar. 3D polik qilingan. Kore ekan, ha. 3D kore, polik qilinmagan mashinamizga chexollari yaxshi holatda, bor mexanika albatta. Xo'p, buni aka probegi 315 ming kilometr yurgan. Xo'p, aka buni narxini qancha deyapsiz? 3000 ga beramiz. 3000 ga berasiz, ha? Xo'p. Gaz o'rnaganda, gaz balon sroga bor, ha? 36-yilgacha sroga bor, ha? Xudo xolasa, xo'p, realniy bozorda qancha baho qilishdi aka? Xolis aytingchi. 28 ashuna. 2800 ga bermadingiz, ha? Aka, bermagan narxingizni berasizmi? Yo'q. Aka, kelishib qolamiz. Xudo xolasa 2800 ga. 29 ga beramiz. Oxiri qadalgani, taqalgani 2900. Xo'p, telefon raqamingiz? 93lik 93lik 499 38 84. 84. Oka, rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, okalar, navbatdagi Matiz mashinamiz yilinchi edi aka? 2010-chi, ha? Kraskasi? Qaysi kriloda? Ha, ikkita oldi kriloda, yuzaki. Ha, bu tomonda oldi kriloda va orqa kriloda kraskasi bor ekan. Xo'p, ichiga o'tmaganmi aka? Udari bormi? Aka, mabodo xolis aytavering, udar bo'lsa. Udar yo'q, ha? Xo'p, motor kichkina motordan ekan, ha? Xo'p, 3 porshinli motor. Buni xo'p, prostoy salon ekan. Propan o'rnagan, ha, mashinamizga. Propan gaz balon. Nechtalik? 35 talik. Aka, shu bitta zapravkada qancha yuryapti? 400 dan oshiq yuradi. Ya, gap yo'q lekin. Delkor akkumulyator. Xo'p, aka, buni narxini qancha deyapsiz? 3600 kami bor, ha? Xo'p. Polila qilingan, chexollar o'rta holatda mashinamizni. Probegi 233 ming yurgan mashinamiz. Xo'p. Propan, tabletka, gaz balon. Mana okalar. Xo'p, aka, buni realniy bozorda qancha baho qilishdi bermadingiz? Xolis aytingchi, bugun 3100 ga bermadingiz, ha? Aka, bermagan narxingizni berasizmi? Xudo xolasa xursandchilik bilan baraka ustiga. Ha, 3100 ga ozmoz qo'shilsa kelishib qolamiz, ha? Xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 77lik 277 99 73. Okalar, mana navbatdagi Matiz avtomashinamiz yili yangirog'idan. Aka, Matiz mashinamizni yilinchi edi? 2017 kraskasi? Toza kraskasi. Anvar aka. Buni balonlar yaxshi holatda mashinamizni. Qarab qo'yibsizlar. Aka, oldin ochib yuborasiz, bitta ko'raylikchi.
Xo'p, buni motori yaxshi holatdami? Xo'p, motor moy yemaydi-a? Gaz o'rnagan. Moy yemaydi-a motor? Haydovchi. Rasxod yo'q. Oka, mashinamizni qanchlayapsiz? Xo'p, mashinamizni chexollar qarab qo'yishgan. Xo'p, probegi 112 ming yurgan mashinamiz. Oka, buni probegi halol-a? Qaytarilmagan-a? Xo'p, Hoji aka buni gaz balonni sirogi bormidi? 32-yilga. 32-yilgacha sirogi bor-a. Xo'p, realniy bozorda qancha baho qilishdi aka? 36 qo'ysa bermadi. 3600 ga bermadingiz. Xudo xolasa uning tepasida kelishib qolamiz-a. Uning tepasida kelishib qolamiz. Telefon raqamingiz? 99. 99lik 404 404 26 60. 2662. Hoji aka rahmat, barakasini bersin. Rossiyadan qilsa kunduzi qilsang, kechqurun. Bo'ldi, kechqurun. Birda qilib bezida qilmas. Kechqurun qilmanglar akalar. Xudo xolasa kunduzi faqat telefon qilasizlar, oka? Rahmat. Xo'p. Navbatdagi Matiz avtomashinamiz. Oka, buni yilinchi edi? 2011 kraskasi? 30%. Asosan qayerda kraskasi bor? Tomida. Oka, mashina og'anaganmi? Og'anamaganmi? Ha, tomida kraskasi bor. Xo'p, boshqa yerda? Ba'zi bir joylarda kraskasi bor, ha. Xo'p. Aha. Xo'p, mashinamiz balonlari yaxshi holatda ekan. 1000 dollar puli bor qani? Xo'p, mashinamiz 1000 dollar puli bor, Max so'ragan. gaz o'rnagan mashinamizga. Nihoyat mashina topildi, boshida Oka, buni motor yaxshimi? Motor kondisioner yaxshi, zo'r ishlaydi. Kondisioner ishlaydi, ha? Motor moy yemaydi, ha? Obshivka yaxshi holatda mashinamizda. Poli qilingan, chexollari ham yaxshi holatda, bar bor. Xo'p. Mashinamiz 187.763 kilometr yurgan. Oka, buni narxini qanchlayapsiz? 3000 dollar kam bor, ha? Gaz balonni sirogi bor, ha, oka? Bor, yangi gaz balon. Sirogi bor. Xo'p. Oka, buni realniy bozorda qancha baho qilishni bermadingiz? 2700. 2700 ga bermadingiz. Oka, bermagan narxingizni berasizmi? Naqdga xursandchilik bilan. Ha, uni tepasida ozmoz qo'shilsa, xudo xolasa kelishib qolamiz, ha, oka. Xo'p, telefon raqamingiz? 97. 97lik 303 303 94 94 89. 89. Okalar, navbatdagi Matiz mashinamiz. Oka, mashinamizni yilinchi edi? 2017 kraskasi? 40% kraskasi bor, ha. Oka, asosan qayerda kraskasi bor? Kapot grillda bor. Ha, oldi orqasi butunmi? Ichiga o'tmaganmi, oka? Ichiga o'tmagan, ha. Oka, qarab qo'yasiz. Xo'p. Buni motorlari yaxshimi, oka? Motorlarni yaxshi deyapti. Mashinamizga gaz o'rnagan. Motor moy yemaydi, ha? Akkumulyator yaxshi holatda, hadovoy. Hadovoy ham yaxshi holatda mashinamizda. Shumka emas ekan. Xo'p. Mexanik oyna ko'targichlar mashinamizda. Chexollar yaxshi holatda, bar hamma yog'i bor. Probegi 305.766 kilometr. Oka, buni narxini qanchlayapsiz? 3700. 3700 kami bor, ha? Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib berasan, oka. Gaz o'rnagan. Gaz balonni sirogi bor, ha, oka? Ha, gaz balon yili 34 gacha. 34 gacha. 65 talik. 65 talik gaz balon. Oka, bitta zapravkada qancha yuradi? Bular 250. 250 xotirjam yuradi, ha? Xo'p. Realniy bozorda qancha baho qilishdi, oka? Bermadingiz. 3300 ga naqdga bermadingiz. Xudo xolasa uni tepasida kelishib qolasiz. Telefon raqamingiz? 94lik 94lik 663 663 3313, ha? Oka, charchabsiz, ha? Okalar, navbatdagi Matiz mashinamiz. Yilinchi ekan, oka, buni? 2013 kraskasi? 30-40%. 30-40%. Bu qayerda kraskasi bor asosan? Endi suyagi qarab olganmiz, suyagi butun orqa. Ha, suyagi butun, orqa oldi butun. Tomda yo'q, burekli joylarda yo'q. Ha, tashqi tomoni ozmoz kraska bo'lgan, ha? Tomdan tasma. Ha, motor yaxshimi? Okalar, gaz o'rnagan mashinamizda akkumulyator yaxshi holatda ekan. Balonlari demak o'rta holatda, kalpak diskalar bilan. Farasini mana qoraytirib qo'yishibdi. Buni motori yaxshi, aka?
Adoy qilingan 100% noldan Ha, qilingan. moy yemas ekanda, yaxshi holatda ekan. Hadovoy? Adoylar yaxshi. Hadovoy yaxshi holatda mashinamizga, demak, qarab olib chiqishgan. Xo'p, ko'ring bor mashinamizda, chexollari Chexollari yaxshi yaxshi. holatda, bari Holati bor, yaxshi. mexanika, probega Probiga 500 ming. 500 ming yurgan. Halol. Almashgan bo'lishi ham mumkin. Biz tirikchilikda oyog'dan. Ha, buni o'zlari ko'rsatib olishadi, ha? Aha. Xo'p, aka buni gaz balonni srogi bor, ha? Yaxshi hol. Hujjatlarda muammosi yo'q. Hujjat muammo yo'q. Generalniy oformat Bo'ladi. hamma yo'g'i bor, ha? Aha. Aka buni narxini qancha deyapsiz? 3 ta yursa beramiz. 31 ga. Ha, realniy bozorda qancha baho qilishdi aka? Shu atrofda qilishyapti, $100. Ha, 3 tepasida xudo xolasa kelishib qolamiz. Telefon raqamingiz 94 94 663 663 33 33 13. 13. Aka sog' bo'ling. Okalar, mana bu Vaz 2103 mashinamiz qaranglar. Juda ham chiroyli holatda. Aka buni yilchi edi? 79-yilda chiqarilgan. O'zi pozipi, Aha. motor, zatmos korobka hamma yo'q 03. Xo'p, motor yaxshimi? Motor yaxshi. Moy yemaydimi? Moy yemaydi. Zatnemos korobkada Mos korobkada jim. ovoz yo'q, ha? Ovoz yo'q. Kraska? Qo'lni. Kraska asvejetka sepvordik. Chizilgan holatiga Ha, udar yo'qmi? udar umuman Oldi yo'q. orqasi butun. Butun. Aka, motor ichiga kraska o'tganmi? Motor ichiga sepilmagan, ha? Xolos. Radnoy oqagan, ha, radnoy. Xo'p, motor yaxshi ha buni. Akkumulyator? Xo'p, radiatorlarimiz butun, ha? Xudo xolasa antifrizga chiqadi, ha? Xo'p. Demak, mashinamizda rasxoti yo'q. Rasxot yo'q. Xo'p, balonlari demak yaxshi holatda ekan mashinamizni. Shumka emas ekan, ha? Obshivkalar mana zavodskiy holatda. Polibor, chexol. Chexol ham zavodskiymi aka? Yo'q. Chexol qilingan bar bor mashinamizda. 0 litr rul. Magnitofon, Pioneer magnitofon. Okalar, Jiguli baribir Jigulida. Qanaqadir odam bir haydagiz keladi-da. Aka orqasini ochib yuborasiz. Gaz balon temir ekan, ha? 80 talik. Taglari butun. 80 talik 33 gacha stroga bor, ha? Xo'p, Hoji aka buni narxini qancha deyapsiz? 2000 deb turibmiz, ozgina o'tib beramiz agar. $2000 kami bor, ha? Xudo xolasa unda qilib kelishtirib berasiz. Hoji aka bir 1200 larga naqdga berasizmi? Yo'q, banan yo'q. Xolis. Ya'ni bozorda qancha baho qilishni bermadingiz? $1650 qildi. $1650 ga bugun bermadingiz. Xudo xolasa shu bermagan narxingizga kelishib qolamiz. Xudo xolasa. Ha, uni tepasida xudo xolasa kelishib qolamiz. Telefon raqamingiz 94lik 94 053 053 0829. 0829, ha? Aka, yili nechi buni? 83, ha? Kraskasi qo'l ne bo'lgan, ha? Asvejitmi yo'q? Ha, tayyorlagansiz, ha? Orqa oldi butunmi? Hamma yo'q, butun. Udar yo'q, ha? Yaqinroq kelib olasiz, aka. Xo'p, balonlarimiz bir qarab olasiz balonlarga. Diska aka 07 mi yo'q? Euro diska bu, ha? Tozasimi? Tozasi, original, ha? Xo'p, mashinamizda rasxot yo'qmi? Motor qilingan mashinamiz. Xo'p, motorimiz 03 motor. Radiator butunmi aka? Butun yangi. Antifrizga chiqadi, ha, xudo xolasa. Akkumulyatorimiz Yangi, kecha yaxshi holatda, gaz o'rnagan mashinamizga. Xo'p, aka, rasxot yo'qmi? rasxot yo'q. Okada, mashinamiz mana choklari. Aka, udar bormi? Butun. Udar yo'q, ha? Krilo almashmagan, ha? Krilo almashtirganman, o'zim yangi qo'yib yuborganman. Ha, Yoqmagan yangi qo'yib yuborganman. ha. Tekshirib olishadi, aka. Xudo xolasa. Xo'p, buni narxini qancha deyapsiz? 0 litr bokovoylar, 0 litr oyna qilingan mashinamizga. Xo'p, obshivkalar yaxshi holatda. Poli, chexol qilingan, chexolni ham o'sha qimmatidan, kartezdan qilishibdi. Bar bor mashinamizda. Xo'p. Korobka nechtalik? $2000. Korobka nechtalik? Korobka 4talik. 4talik 03 korobkami? 01 korobka. Moschi. Ha, orqa balonlar yaxshi holatda ekan, ha? Zimni qishki balonlar.
Oldini bir almashtirib olishar ekan-a? Gaz balon temirmidi? Temir gaz balon. Srogi 29gacha. 29-yilgacha. Xo'p, aka buni narxini qancha deyapsiz? 2000 dan ozgina o'tib beramiz. 2000 dollarga ham bor, xudo xolis kelishtirib o'tib O'zimiz berasiz. uchun tayyorlangan mashina, bekamizga shumka. Aka bu 01 korobka mosti. Mostni to'shni bilmayman, qaramaganman. Ha, moska bilmaysiz. Bo'ldi, motorlari yaxshi. Motor yangi qilingan. Zadniy mos korobkasi, Yaxshi. ovoz yo'q. Yo'q. Aka buni 1200 ga berasizmi naqdga? Xudo xolis telefon qilishadi, xursandchilik bilan 1200 ga. Bu yerlari ham butun ekan akalar, mana. 1200 ga chiqmaydi. Xo'p, qancha baho qilishni bermadingiz xolis? 600 qoldi, 1600. 1600 ga Bermadim. bugun bermadingiz, ha? Aka, bermagan narxingizni berasizmi? Aka, u xaridor ketdi baribir. Xudo xolis telefon qilishadi, xursandchilik bilan 1600 ga. 1800 ga oxiri. Oxiri, undan kami yo'q. Telefon raqamingiz? 93lik 93lik 110 110 43 44. 43 44. Kimdan ekan bu? Akalar, navbatdagi Vaz 21 06 avtomashinamiz qaymoq rangda. Hoji aka, mashinamizni yili 85, kraskasi polniy asvejit. Ichiga o'tmagan, ha? Oldi orqasi butunmi mashinamizni? Oka, yaqinroq kelib olasiz. Xo'p. Balonlari o'rta holatda ekan-a balon? Yangi bo'ldi. Yangimi? Ha, qum kirib qopti-da mashina balonga. Hop, diskalar mana. Xo'p. Oka, buni motori yaxshimi? Moy yemaydimi? Motorimiz 11 motor. Radiator butunmi? Butun. Antifrizga chiqadimi? Akkumulyator o'rta holatda ekan-a? Xo'p. Mos korobkada Yaxshi. ovoz yo'q. Oka, bu tomondan udar bormi? Yengil. Ko'rib olishadi endi. Ha, ko'rib olishadi, ha? Bu tomonlari butunmi? Xo'p. Oka, buni narxini qancha deyapsiz? Obshivkali, yaxshi holatda ekan mashinamizni. Polik, chexollar. Hamma yog'i bor, 0 rul. Mashinamizni 16 million kami bor deyishyapti. Hozir buni narx-navosini kelishtiramiz. Oka, buni tagi butun, ha? Taglari butun, ha? Butun shumka qilingan ekan, tagi butun, ha? Xo'p, aka, buni qanchaga berasiz? 16 million ozgina o'tib bering. 12 millionga berasizmi naqdga? Xudo xolasa 12 millionga. Realniy bozorda qancha baho qilishdi, aka? Yo'q, qilishmaydi. Hali baho qilishmadi. Oxiri 14 millionmi? Aka, sizniki ham emas, bizniki ham emas, 13 million. Naqd. Yo'q, 13 million bunchalik chiqmadi. 13 million tepasida xudo xolasa oz-moz qo'shilsa, kelishib Kelib qolsa. ko'rib, yoqtirib olishadi. Ha, bo'ldi, aka. Telefon raqamingiz? 97lik 97lik 050 050 284. 84 84. Okalar, navbatdagi Vaz 21 06 avtomashinamiz. Xo'p. Oka, yilinchi ekan mashinamizni? 93. 93. Kraskasi? Polnasi. Polniy asvejit. Ichiga o'tmaganmi? Oka, buni motorlari yaxshimi? Balonlar yangi holatda. Motor yangi qilinganmi? Xo'p, 06 motor. Radiatorlar butunmi, aka? Akkumulyatorimiz yaxshi holatda ekan. Zadniy mos korobkasi? Zadniy jam. Ovoz yo'q, ha? To'rga tushganda g'ittirlash bor. Ha, to'rda ozgina g'ittilash bormi? Korzinka perido almashadiganmi? Yo'q, yaxshi. G'ittilash nimadan unda? Ma'lum, mana shunday bo'ladi. Ha, ko'rsatib olishadi, ha, buni. Xo'p, 07 bakavoy, 07 oynalar bilan qo'yilgan mashinamiz. Shumkami, aka? Shumka. Polniymi? Polniy shumka qilingan. Polik, chexollar. Gaz benzinga yuradi. Xo'p, gaz, benzin yuradi. Gaz o'rnagan, ha? Gaz ham bor. Oka, buni gaz surogi nechigacha? 28 gacha. Xo'p. Opa. Gaz balon temir, tagi shumka qilingan mashinamiz. Bu yerlari mana butun holatda. Gazga ham, benzinga ham yuradi mashinamiz. Xo'p, aka, buni narxini qancha deyapsiz? Narxi
2800 aytibdi. 2800. Okey, bu qimmat emasmi? Yo'lda qilamizmi, xudo xolasa? Xo'p, realniy bozorda qancha baho qilishni bermadingiz? Xolis aytingchi. 22 ga bermadi. 2200 ga bermadingiz. Bermagan narxingiz berasizmi? Aformit qilib olishsa beramiz. Aformit qilinsam, hujjatlarda muammosi yo'qmi? Generalniy aformit hammasiga chiqadi. Telefon raqamingiz? 88lik, 88lik 140, 140 68 84. 68 84. Okalar, navbatdagi mashinamiz Vaz 2107 mashinamiz. Oka, yili nechi buni? 2011 ha, kraskasi Yengil asbjet. polni asbjet. Yengil asbjet. Rang almashganmi? Yo'q, mashina O'zi stanloy bo'lganmi? kuygan Ha. Oka, bu oldi orqasi butunmi? Butun. Butun urilgan, netgan joyi yo'q. Yo'q, yo'q, Yaqinroq kelib olasiz, oka. Xo'p. Balonlari o'rta holatda ekan, diskalar o'ziniki bu. Aka, oldini ochaverasiz. Motori yaxshimi? Motori Moy yemaydimi aka? 0 motor bu. O'ziniki. Ha, shu 06 da endi. 06 motor. Xo'p, akkumulyatorimiz yangi akkumulyator. yangi gaz o'rnagan mashinamizga korzinka peridoli almashtirib qo'yishdi. Xo'p, radiator butunmi? Butun. Antifrizga chiqadi. Zadniy mos korobkasi Yaxshi. mashinamiz shunga qilingan ekan. Obshivkalar mana o'ziniki. Mijigari bor. Polik, chexollar, hamma yo'q bor, baram bor. Oka, buni probegi alishgan bo'lsa kerak a? Bitta 100 aylangan, bitta. Bir kuru aylangan a? bitta kuruga aylangan. Pioneer magnitofon. Gaz balonni srogi nechigacha? Mana pasini ham. Ha, srogi bormi? 14 qo'yilgan ekan. 14 yo'q-chi. 29 gacha. 29 gachami? Ha, bo'ldi. Butun. Taglari butun ha. Benzin yuradi mashinamiz? Benzin yuradi. Mos korobkasi? Ovozi yo'q, ha? Ovozi yo'q. Xo'p, narxini qancha deyapsiz? Narxini 33 deyapti. 3300 3300 kami bor ha, xudo xolis kelishtirib Ha, berasiz. xudo xolis. Oka, 2000 tekisga berasizmi? Xursandchilik bilan. 2008 ga bermadik. Ha, 2000 ga bermadingiz. Uni tepasida xudo xolisa kelishib qolamiz. Xo'p, telefon raqamingiz? 94lik 94lik 415 415 1070. 1070. Oka, yilininchi mashinamizni 94 ha, kraskasi polni bo'lgan kraskasi. Oldi orqasi butunmi? Ha. Krilo almashmagan ha? Xo'p, navbatdagi mashinamiz, okalar. Oka, bu yerga qarab berasizmi yo o'zlari qarab olishadimi? Ha, uni kelishgan holatda. Xo'p, balonlari o'rta holatda, diskalar bilan. Xo'p, motor moy yemaydimi? 06 motor. Radiator butun ha? Akkumulyator antifrizda. Yaxshi holatda akkumulyator. Xo'p, mashinamiz mana okalar. 0 bokovoy, 0 oynalar bilan jihozlab qo'yishgan. Obshivkalar yaxshi holatda. Polik, chexollar hammasi joyida. Bar. Mashinamiz rulini almashtirib qo'yishgan. Xullas, o'rta holatda ekan, salonlari ham. Xo'p, oka, buni narxini qancha deyapsiz? Narxini $1000 kam bor ha? Temir metan. Temir gaz balon. Xo'p, taglari butun ha buni. Oka, zadniy mos korobkasi Korobka yaxshi. Zatni mutadan deb ovoz nechinchi skoristda? ko'rdi. 4-chi skoristda ovozi bor ha. Xo'p, buni qanchaga berasiz aka? Yo'lini qilib beramiz. 600 ga naqdga berasizmi? Xudo xolos kelishdi. 600 ga aka. Xursandchilik bilan baraka ustiga 600 ga. Bir kishi hujjatlarda muammosi yo'qmi? Generalniy aformit hammasiga chiqadimi? Faqat aformitga. Oka, 600 ga ekanda unda. Chunki aformit bilan hozir o'sha menga qarab ketib qoladi-da. Realniy bozorda qancha baho qilishdi? 20 emas. Qozoq partiya. Hop, realniy bozorda qancha baho qilishdi aka?
Qilyapti endi o'zgarish. Ha, 600 tepasida kelishib qolamiz, xudo xolasa. Bo'ldi, telefon raqamingiz 94 94 192 390 73 73 83